Avvalambor assalomu alaykum. Bugun biz Innovatsion rivojlanish agentligi xodimlari prokuratura tarixiy muzeyiga tashrif buyurdik. Tarixiy muzeyga tashrif davomida o'sha tizimda faoliyat yuritgan o'sha xodimlar, bundan tashqari fidoyilar bo'yicha ma'lumotlarni o'rgandik. Bundan tashqari o'sha O'zbekistonni tarixida prokuratura tizimida faoliyat yuritgan bir qator fidoyi insonlar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Biz bilmagan ko'p narsalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Juda ham taassurotlar yuqori darajada, ya'ni taassurotlar a'lo darajada. O'sha prokuratura tizimida o'sha Turkiston davridan boshlab o'sha tarix Amir Temur davridan boshlab, undan tashqari undan keyingi davrlardagi prokuratura tizimi, islohotlar va o'sha bugungi kunga yetib kelish jarayonida bo'lgan qiyinchiliklar bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Muzey xodimlariga, buni tashkil qilgan tashkilotchilarga kattakon rahmat. Faoliyatlariga rivoj tilaymiz.